12 bob. Ondan Hazreti İsa ularga temsiller bilen sözleşki başladı. Bir kişi bir üzümzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallash ishlash uchun üzümzorlikqa bir ko'lchak qoziribdi va bir ko'zatxona yostibdi. Keyin üzümzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Üzümlarni uzdigan mazgil kelganda, u hosilning bir ulushini elib kelishga qullaridan birini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar Yelki qulni tutib elib, dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijorakashlar uningmi bosh ko'zni yerib, haqoratlab qaytiribdi. Keyin xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Lekin u o'ldirilibdi. Yana bir muncha qullarni avatibdi. Ularningmi ba'zilari tayoq yeb, ba'zilari o'ldirilibdi. Xo'jayinning yanida birla odami, ya'ni uning suyimlik o'g'lini qapti. U o'g'limni hurmat qilar deb ijorakashlarning yeniga eng oxirida uni avatibdi. Lekin ijorakashlar o'zaro bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, kelinglar, uni o'ldirib yetayli. Üzümzorlik bizga o'ngchi qolsin deyishibdi. Shunda qilib uni tutib o'ldirib, üzümzorlikning sirtiga so'rab ochiqib yetibdi. Bundaq ahvolda üzümzorlikning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ldirib, üzümzorligini boshqalarga ijaraga berdi. Sizlar Zaburdagi muni so'zlarni zodi o'qimgandinglar. Tamchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Hazreti İsa'nın bu temsilini o'zlariga qartib etqonligini tushungan Yahudilarning cho'nglari uni tutqun qilmoqchi bo'ldi. Lekin xalqdan qo'rqib, uni tashlab ketib qoldi. Shuningdan keyin Yahudilarning cho'nglari Hazreti İsa'ni uning o'zining so'zlari bilan tuzoq tushirish maqsadida Parislardan va Rimdan tayinlangan Herod podshoning tarafdorlaridan ba'zilarni uning yeniga avatdi. Ular kelib Hazreti İsa'ga, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmay, ularga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib keldingiz. Sizcha Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq? Zodi bosh topshiramdiq, topshirmamdiq?" deyishdi. Ularning soxtipazligini bilgan Hazreti İsa, "Nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Manga bir dona kumush tanga beringlar, ko'rib boqay", dedi. Pul elib kelindi. Hazreti İsa ulardan, "Buning ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning", deyishdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazreti İsa ularga. Ular Hazreti İsa'ning so'zlariga hayron qolishdi. O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy dini iqimidikilar Hazreti İsa'ning oldiga kelib, "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim" deb yozgan. Burun 7 oqfuqqa o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand qoldirmayla olamdan o'tibdi. Keyindiki inisi yangisini amriga elib, umu farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimi shundoq bo'libdi. Shundoq qilib 7-chisigacha uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysisi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydiganimiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda, deyishdi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi: "Sizlar muqaddas yozmalarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun
Mana moşundaq xatalisizlar emasmi? Ölümdün tirilgandan keyin insonlar arishdiki farishtalarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. Ölümdün tirilish masalasi haqida Musa payg'ambar orqali tushirgan Tavratda o'qimadinglarmi? Ajdodlarimiz İbrahim, İshak va Yaqublar olli-burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavratdagi tikanlikning kuyishi haqidagi bayonda Xudo ularni tirik hisoblab, "Men İbrahim, İshak va Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman" deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Sizlar tamamen xatolashdinglar. Ularning munozirasini anglagan va Hazreti Aysoning ularga yaxshi javob berganligini ko'rgan bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Bütün amrlarning ichida eng muhimi qaysi?" deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: "Eng muhimi shuki, anglag'in ey Isroillar, Parvardigorimiz bo'lgan Xudo birdan bir Xudodir. Parvardigorim bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün zehning va bütün kuching bilan so'ygin. Yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Mana bulardan muhim amr yo'q." "To'g'ri aytdingiz ustoz", dedi Tavrat ustozi Hazreti Aysoga. "Xudo birdir. Uningdan boshqasi yo'qdir deganingiz durust. İnsanning Xudoni bütün qalbi, bütün aqli va bütün kuchi bilan so'yishi, ham qo'shnisini o'zini so'ygandek so'yishi Xudoga atalgan har qanday ko'dirmi qurbonlik va hadiyalardan muhimdir." Hazreti Ayso uning oqilona javob berganligini ko'rib, "Siz Xudoning podshohligidan yiroq emassiz", dedi. Shundan keyin uningdan hech kim savol so'rashga petin olmadi. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona hoylarida ta'lim berib etib, mundaq savolni o'tirg'i qo'ydi. Tavrat ustozlari qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud podsho o'zi muqaddas ruhning ilhomi bilan mundaq degan-ku: "Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizuvchi Masih podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. U yerdagi jamoat Hazreti Aysoning so'zini zo'q bilan anglatdi. Hazreti Ayso ta'lim berib mundaq dedi: "Tavrat ustozlaridan ho'shyor bo'linglar. Ular uzun to'nlarni kiyib, g'odiyib yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'ziga salom berib hurmatlashini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan naf elib, ularning mol-mulkini yavilib, ondan attay boshqaga ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortildi." Hazreti Ayso markaziy ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyning oldida o'tirib, o'z iyonlarini tashlayotgan jamoatga qarab turadi. Nurg'un boylar sanduqqa xeyli ko'p pul tashildi. Bir kambag'al tul ayolmi kelib, bir necha tillik qimmatidagi 2 tangini tashildi. Hazreti Ayso shogirdini yeniga chaqirib, ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, bu nomrod tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammalarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshqan boyliklaridan iyona qildi. Lekin bu ayol nomrod ruhliq, o'zining bor yo'qini tirikchilik qildigan hamma narsasini iyona qildi."